Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondi ma'rif va tashviqot bo'limi tomonidan tayyorlangan golland tili darsimizga xush keldinglar. Bugun ikkinchi dars Out Velik Land Komyay, ya'ni siz qaysi davlatdan keldingiz degan tekstni o'rganib o'tamiz. Bugun biz o'rganib o'tadigan tekst mushu. Bu tekst orqali biz yenilam özümüzün tanıştırış, nereden kelganligimiz, andan biz qachon tug'ildik, qanday uyda o'ltirmiz, shu uchurlarni qisqacha ifodalashni o'rganib o'tamiz. Bu tekstlarning yozma nusxasi darsimizningki WhatsApp grup topida oldin ta'minlangan. Shunga agar bu darsni hozir anglab, topimizga qatılmagan qarindoshlar bo'lsa, shu topga qatılishinglarni tavsiya qilamiz. Bu dars haftada 2 kun, har haftaning dushanba, payshanba kuni soat 8:20 dan 9:20 gacha naq maydon o'tildi. Naq maydon darsda darsni shu vaqtning o'zida anglab, savol so'rash imkoniyatinglar bo'ladi. Unda tekstni davomlashtiraylik. Tekstning eng ustidan bizga bir kichik jadval beribdi. Bu jadval bizningki shaxsiy uchurlarimizni to'shqizadigan bir jadval. Endi bu shaxsiy uchurlarni to'shqizishni o'rganib olishinglar intayin muhim. Chunki shu Gollandiyaga kelgan kundan boshlab sizlar o'sha jadvallarni to'shqizishni boshlaysizlar amaliyotda. O'sha sizlarning shaxsiy uchurlaringlar bor. Keyin uyinglar chiqqandan keyin masalan aile doktorga tizimlatdinglar deyli va yoki bir maktabga tizimlatdinglar deyli va yoki sug'urta tizimlatdik. İş qilib har qanday bir ishda va yoki uyga internet o'rnatdik, par o'rnatdik, tok o'rnatdik deymiz. Har qanday ishda bizning o'sha shaxsiy uchurlarimizni to'shqizishni so'raydi. Shuni buni bir-birlab ko'rib o'tamiz. Yana nom degan odatda ismini, ya'ni ismimizningki butun shaklini ko'rsatuvchi. Masalan, ham o'zimizning ismi ham familiyamiz. Masalan, ma'nodagi Johann Peter Stam. Ya'ni ma odamningki ikki dona o'zining ismi bor ekan, bir eng oxirdagi familiyasi, ya'ni Johann Peter degan o'zining ismi, ikki ismi bor ekan, Stam degan familiyasi. Masalan, bizning tilimizdagi shu Mehmetjon Samat desak, bu ism desa shu ham ismimiz ham familiyamizni yozishimiz kerak. Axtirnam degan familiya, masalan biz Uyg'urlar dadimizning ismini familiya qilib qo'llanamiz-ku. Shu faqat o'sha familiyamizni ham yozamiz. Fornam degan faqat o'zimizning ismi. Ondan adres degan ko'cha ismi, ya'ni adresimiz odatda ko'cha, uy nomeri ashuni ko'rsatadi. Strat degan ko'cha. Platz degan yerning ismi, masalan Amsterdamda tursak Amsterdam, Utrecht tursak Utrecht degandekchi. Nomer degan uy nomeri, Gollandiyada har qanday bir uyninki nomeri bo'ladi. Post kodi degan pochta nomeri. Golland tilida pochta nomeri 4 sondan 2 harfdan tuziladi. Masalan, sizlar mana yandagi rasmda ko'rgandek 26-28 AL. Ondan shu pochta nomerini yozgan vaqtda keynidagi 2 harfninki cho'ng yezilish shaklida yozamiz. Xuddi sizlar mana ko'rgandek mana AL. Shunga diqqat qilinglar. Eng to'g'ri yezilish shakli mushu. Golland tilida Golland tili o'rganish jarayonida ma'lum bir imtihonlarni oladi. Sizlardan yiziqchilik imtihoni, anglash, o'qish, so'zlash degangacha. Mush yiziqchilik imtihonida eng ko'p chiqadigan savollarning birisi mushdan shaxsiy uchurlarimizni to'shqizadigan jadvalni to'shqizish uchun. Masalan, normal yozish qoidasida shu pochta nomerining keynidagi 2 harfni kichik harf shaklida yozib qo'ysanglar ham to'g'ri bo'lmaydi. Anda ismimizni yozgan vaqtida ismimizning birinchi harfini cho'ng shaklda yozamiz. Sizlar mana ko'rgandek buni. Anda shaharning ismini esa cho'ng shaklda yozamiz. Telefon degan shu telefon nomeri, prefey degan shaxsiy telefon nomeri, varak degan xizmat telefon nomeri. Buni bo's yozsak bo'ldi, bo'lmasa yozmasak ham bo'ladi. Geboorte datum degani tug'ilgan yil, oy, kun. Nationalitet degani davlat tavalligi. Qisqasi, ya'ni shaxsiy uchurlarimizni to'shqizganda ko'p so'raydigan uchurlar mushu. Bizning ism, adresimiz, telefon nomerimiz. Shun bularni sizlar
Müşte bir cedvallarını köygende körüp düşünələydiğən həm özünlərinin isim, tuğulğan yılay gün, telefon numara, ilxat adresinglarını, poçta numaralarını həmmini bir toğru şəkildə yazışını çoxum bilişinglar kerak. Tuğulğan yılay gününə qanday yazışını biz keyinki nimada sözləyimiz. Əmdi salla, yəni öyümüzün numarını, andın şu tuğulğan yılay günümüzni degan vaqtida biz sallaga muhtaç bolamiz. Gullan tilda salla 1dan 10gacha, 1dan 20gacha normal 20 dan keyin sal g'alitroq, ya'ni 1dan 10gacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1dan 10gacha. En 11dan keyin alif, 12, 13, 14, 15, yani 5'ni 5 deydiqo, 15 deganni hamdi 15. 5 bilan 10ninki yig'inchoqlamasi chu. 15, 16, 16, 16, 10, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 en 20, 20. Ondan 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yani sizlarga mushu 1dan 20gacha, ondan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 bular hammasi yodda bo'lib ketish kerak. Normal YouTube'ga kiribmi, Xitallin, Niderlandes, yani Gollandiyadagi sallar deb yozsanglar, shunda chiq videolar chiqadi. Endi shularni qayta anglab, yoki mushuni ko'rib tushunalasa, shuni buni cho'qim yodlab olishinglarni tavsiya qilaman. Ondan 21dan boshlab Golland tilida 21ni mesela in and 20 1 ve 20 birga 20ni qo'shsak 21 oldu. İşte atılışı ta'tur g'alitroq. 22 deganni 2 and 20 2 ve 20 agar mundaqli tarjima qilsak, ya'ni 2 ga 20ni qo'shsak 22, 3 and 20 23, 4 and 20 24, 5 and 20 25 müşte şekilde atayımız. 31'ni mi? 30'ni derttik deyimiz. Şuna in and derttik 1 ve 30, 31, 2 and derttik 32, 3 and derttik 33. Anın 41'ni mesela 40'ni 40 deyimiz. Şuna in and 40, 2 and 40, 3 and 40, 4 and 40. 50'ni 50 deyimiz. Mesela 51 demek olsak in and 50, 2 and 50, 3 and 50. 60'ni 60 deyimiz. Şunu 61 demek olsak mı? In and 60, 2 and 60 deb muşta atayımız şu. Sallarning atılışı muşu. Şuna sizlar şu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100'ni qanday atashni çoqum yodda bilib olsanglar, andan 1dan 20gacha atashni bilib olsanglar, qag'ini 81, 82, 83 deganni 80 deganni taqtiq deydiq. Unda olsa 81 innen taqtiq. 90 deganni neyxintiq deydiq. Unda olsa 93 mesela 3'ni 3 deymiz. 3 and neyxintiq 93 deb hammani keltirib chiqara olasizlar. Ondan Golland tilidagi oylarning atalishi tug'ilgan yil, oy, kunimizni degan vaqtda biz kun, ay, yılını deyimiz. Yani şu aylarının atılışını bu saat ögünüp ötümüz. Yanvari. Yani bu aylarının atılışı bizim tilimizde mi? İki xil aylarının iki xil atılışı var o. Şu bir xillik oxşap gidiyor. Yanvari. Mesela yanvar, februari, fevral, mart, mart ayı, april ayı, May deyimiz, Yuni, İyun 6. ay, Yuli, İyul 7. ay, Ağustos 8. ay, Ağustos ayı, September
9. ay sentabr ayı, oktober 10. ay oktyabr, november 11. ay noyabr, desember 12. ay yoki dekabr. Hemen tövende aylarınki bizden sap Uyghur tilimizdeki atılışını hem kaldırıp koyduk. Yani yanvari, kahretan, februari, hut iyi, noruz iyi, ümit, bahar, seper, çille. Mesela biz hazır buna çille iyi keptimiz. Şu bulan hem halıgan kırındaşlar, özanlar, ügün asanlar buldu. Endi geldik yıl. Golland tilda yıllarını atagan vaqtimizda, endi bu yılni hiç olmaganda özüңlarning tug'ilgan yıl ay kunni qanday deyishni bilishinglar bek muhim. Mesela biz 1980 deganda 1980 deb xonalariga bo'lib ataymiz, lekin Golland tilda unda emas. Golland tilda mesela 1980 deganda oldidagi ikki sonni bir atab, keyingi ikki sonni bir ataydi. Yani oldidagi ikki son 19, oldidagi ikki xonalik son 19, and keyingisi taqtiq. 19 taqtiq desa 1980. And mesela 1995 degani 1995. 1995. En 2000 yıldan başlap andın 1000 dep ataymiz. Yani 1000 degan 1000 degan ma'nida. Mesela 2002 degani 2002. 2012 degani 2012. Mesela biz hozir 2023 yılda 2023. Yıllarning atılışı şu. Ondan tug'ilgan yıl ay günümüzün degan vaqtida mesela biz Uyghur tilda siz qachon tug'ilgan desa 1980 birinci ayning birinci günü deb boshda yil, ondan ay, ondan kun deymiz go. Lekin Golland tilda dal aksicha, yani boshda kun, ondan ay, eng oxirida yil keldi. Masalan, 3. ayning 5. günü tug'ilgan bo'lsak, old bilan kun qaysi 5'ti? 5. And 3. ayni Mart deydik. 5 Mart. Yani 5 Mart degen 3. ayning 5. günü degenge. An en ahırda yıl 19 taqtiq. Yani men 3. ayning 5. günü tug'ilgan demekçi olsak, ik ben geboren op 5 Mart 19 taqtiq. Yani oldulan kun, ondan ay, en ahırda yıl. Hem yazganda beşta yazmız. Yazganda mı? Oldulan gün, ondan ay, ondan yılcı. Mesela bazıda bir hüccetler çıkıdı, sizler çislarını koyup imza koyduğun. Şuna Golland tildeki doğru yazılış şeklini öğrenilişinler hem intayın mühim. Yani Golland tilda işte bir çislarını yazgan vaqtimizda oldu bilen gün, onun keyinden ay, en ahırda yıl. Yeni bir misal, 2005 yılı 7. ayının 1. günü demekçi olsak, oldu bilen gün geldi 1, in 7. ay. 7. ay degeni Yuli deydik. In Yuli and yıl 2005. Qısqası yıl ay kunlarni atash usulü şunda. Belki bunu hazır anlap sizlarga ta'sir tuyulishi mumkin. Lekin sizlar hozircha hech bo'lmaganda o'zinglarninki tug'ilgan yil ay kunni qanday atashni bilib olsanglar. Ikkinchidan, işte bir hujjatlar bo'lib, çislarni qo'yib, imzo qo'yadigan vaqtda yozilish shakli oldidan kun, ondan ay, ondan yil yozilgan. Yani bizning tilimizdagida aks ekanligini bilib olib, to'g'ri shaklda yoza olsanglar, hozircha yetarli. Hem tekskileyle ik heb de Engelse nationaliteit, yani nationaliteit degen devlet davalligi, Engelse degen gap Angliya demekçi. Yani mening Angliya devlet davalligim bor, yani men Angliyalik demekçi. Andan bu yerda o'rganadigan bir fe'l biz haben. Haben deganning ma'nosi bor olmoq degan ma'noda. Bu fe'l Golland tilidagi bek ko'p ishlatiladigan fe'lning birisi. Har xil ma'noda keladi. Andan fe'llarning putgan zamon shaklida keldi, lekin biz hozir bu darsda o'rganganimiz bor degan ma'nosi uchun.
Ondan birinchi soatliklar so'z degandim, bu fe'llarninki har xil shaxs, zaman shakllari oldu debchu. Habimi bir fe'l o'qachqa, shu uningga har xil shaxs, zaman shakllari bor. Sizlar yondagi rasmda ko'rgandek, buna masalan, ik hab demoqchi bo'lsak, mening bir narsam bor demoqchi bo'lsak, ik hab. Sizning bir narsangiz bor demoqchi bo'lsak, jij hebt. Uning bir narsa bor demoqchi bo'lsak, hij, zij heeft. Bizning, sizlarning yoki ularning bor demoqchi bo'lsak, wij hebben, jullie hebben, zij hebben. Shung bu ham sizlarga cho'qim yodda bo'lib ketish kerak. Masalan, ik heb auto, mening mashinam bor. Jij hebt auto, sizning mashinangiz bor. Hij heeft auto, uning mashinasi bor. Zij heeft auto. Yana uchinchi shaxs ayollik shakli, uning mashinasi bor. Jullie hebben auto, sizlarning mashinanglar bor. Wij, bizning bor, ularning bor degandekchi. Endi bu ham cho'qim sizlarga haben degan fe'lni ik degan vaqtimda ik heb, jij hebt, hij heeft deganmada cho'qim yodda bo'lib ketish kerak. Ham tekstni davomlashtiraylik. Hoe lang woon je al in Nederland? Yana hoe lang qanchalik uzun degan ma'noda. Hoe qancha lang uzun, yani qanchalik uzun woon o'tgan soat o'rgangan turish. Yani siz qanchalik uzun tudingiz, ya siz burun in Nederland. Yani siz Gollandiya tug'ilib qanchalik vaqt bo'ldi demakchi. Ik woon al 4 jaar in Nederland. Yani men Gollandiyada tug'ilib 4 yil bo'ldi. And hoe lang, yani hoe lang deganning har xil jumla shakllari, yani qanchalik uzun. Masalan, hoe lang heb jij deze auto? Yani siz bu mashinani og'ili qanchalik vaqt bo'ldi? Yoki hoe lang ben je getrouwd? Siz to'y qilg'ili qanchalik bo'ldi? Yoki hoe lang ben je desak, siz qanchalik uzun deb, yani bu yerda sizning bo'yingiz qancha demoqchi-ku. Ondan yani tekstning oxiriga kelsak, tekstda yana bir bizga o'rgatmoqchi bo'lgan nuqta yashimizni so'rash. The leeftijd, yash. Hoe oud ben jij? Yani hoe degan qancha, oud degan qeri, kona degan ma'nosi bor. Yani siz qanchalik qeri, yani siz qancha yosh demoqchi-ku bu yerda. Siz qancha yosh? Yoki yana bir so'rash usuli, what is your leeftijd? Yani sizning yashingiz qancha? Leeftijd, yosh. Yani sizning yashingiz qancha yoki wanneer ben je geboren? Siz qachon tug'ilgan deb, yani siz qancha yosh, yashingiz qancha, qachon tug'ilgan deb birisining yashini so'rashninki har xil usullari. Hoe oud ben je desa, masalda ik ben 30 jaar oud. Yani men 30 yosh. Yoki ik ben 30 jaar desak mi bo'ldi? Men 30 yosh deb bilamchu. Outni qo'shsak mi bo'ldi, qo'shmasak mi bo'ldi-chu? Sizning yashingiz qancha deb so'rasa, mijn leeftijd is 25. Yani mening yashim 25. Siz qachon tug'ilgan desa, ik ben geboren op 12 maart 1973. Yani 1973 yılı 3. ayının 13. günü tug'ilgan. Ondan yerda op deganga diqqat qilinglar. Yani men munda vaqtda tug'ilgan demoqchi bo'lsak, doim op degan bog'lovchi keladi. Yani o'tgan soatim o'rgandik-ku. Ik kom uit, falan yerdan keldim desak, outni ishlatganmiz. Ik woon in Amsterdam, falan shaharda turman desak, in degan ishlatganmiz. Endi geboren op, yani menчинчи ayning menчинчи kunida deb demoqchi bo'lsak, u chog'da op deganni ishlatamiz. Endi yana darsimizningki oxiriga keldi, yani tekstning oxiri. Woon je alleen? Yani siz yolg'iz turamsiz. Woon je alleen? Bij vrienden, do'stingiz bilan turamsiz. Of yoki misschien, balkim bij family, ailangiz bilan turamsiz deydi-chu. Ondan shunday so'zlarni tekizib qo'ydim. Bay deganning ma'nosi birga degan ma'noda. Masalan, men falan bilan birga turaman desak-chu, alleen, yolg'iz. De vriend, do'st, vriendin, do'stlar. Vriendin olsa qiz do'st, family, aile. Ik woon alleen, men yolg'iz turaman. Ik woon niet alleen, men yolg'iz turmayman. Ik woon bij vrienden, do'stlarim bilan turaman. Ik woon bij family, ailem bilan turaman. Yani bij birga. Ik ben getrouwd met een Nederlander.
Mən toy qılğan bir gollandiyalik bilan ekipin nitxitraut, mən toy qılmağan, yəni özümüzdənki qanday şəkildə turduğanlığımızı hər xil ifadələş usulları. Tekstning axırına gəlsək, wohnen Juli in it centrum. Yəni wohnen turamsizlar, sizlar Juli deb kelgachga mast holda wohnen deb kelyotidi. In het centrum, inga diqqat qilinglar. Yəni in het centrum, yəni sizlar Sintrumda turamsizlar, yəni sizlar şəhərning mərkəzində turamsizlar deməkçi. Sintrum degan şu şəhər mərkəzi deməkçi, şəhərning içində, şəhərning mərkəzində. Ondan bəvtin het sintrum desək, şəhərning sirti boludu. Ondan öylərning hər xil şəkillərini bilib qoydum. Yəni flat desək, adətdə bina öy, apartment desək mi bina öyünü göstərdi. Mən bina öydə oturman desəkçi. Ondan ilqi aylıqlar ya öy bulduğu. O ya öyünü biz inhizniswoning yoki Reiches house deymiz. Kamerwoning yoki studio degan kishilik taq odiliq bo'ytaqlar uyi. Anlönwoning degani yashanganlar uyi. 65 yoshdan yuqorilar turadi. Yani Gollandiyada mesela sizlarmi ko'rib his qildinglar, Gollandiyada har xil shaklda uylar bor. Lekin shu uylarga turish uchun ba'zi bir shartlarni hozirlagan bo'lish kerak. Mesela normalde anlönwoning yaşanğanlar uyga 65 yaşdan tövenler onda öyde olduranmaydı. Ondan şu boytaqlarga adetde kamerwoning taq odiliq uylarni biridi. Ballar va aylıklarga 3-4 odiliq bina uylarni yoki ya uyni biridi degandekçi. Uylarning har xil atılışı. Ik woon in een flat, men bina uyda oturman. Ik woon in een inhizniswoning, aylıklar uyda oturman. Ik woon in een kamerwoning, yoki boytaqlar uyda oturmada bir xil ifadalash shakllari. Endi tekstning davomi. We haben 2 kinderen. Bizning 2 balamiz bar. Yani we haben bizning bar. We deb kelgachga mas holda haben keladi. 2 kinderen, 2 balamiz bar. In jongen, yani bir oğul bala, van 3 jaar, 3 yaşlık bir oğul bala, ve in meisje van 6 maanden, 6 aylık bir kız bala. 3 yaşlık oğul, 6 aylık kız. Ik heb in zoon van 3 jaar, yani yeni bir ifadeleş şekli, ik heb in zoon van 3 jaar, 3 yaşlık bir oğlum, ve in dochter van 6 maanden, 6 aylık bir kızım var diyendekçi. Yani ik heb 2 zonen en 5 dochters, 2 oğlum, 5 kızım var. Yani ik heb geen kinderen, benim balam yok. Yani her xil ifadeleş şekillerini bilip koydum. Şunu sizler özünlerinin ahvalınlarına asasen ifadeleş şeklini ügün alsanlar buldu. Ondan bir diqqat qilgan bo'lsanglar, miyada mesela ik heb in zoon, mening bir oğlum var deb, miyada 2 zonen deb aldık. Mavi yani oğul, miyada 2 oğlum degan vaqt chiqadi, zonen degan 2 kelgachga bu ko'plik shakli. Ya'ni Golland tilida ismlarninki birlik ko'plik shakllari bor. Biz buni keyin qitimliq grammatik darsimizda so'zlaymiz. Bu ismlarning birlik ko'plik shakllari har xil turlash degandekchi. Shunga bir ismni o'rgangan vaqtida mas holda uning ko'plik shaklini ham o'rganib minishinglar muhim. Endi tekstning tarjimasi biz bayağı o'rgangan. Tercim qilmoqdik. Men ayrim tercimesini bilib qo'ydim. O'zinglar tekst bilan silishtirib ko'rib olsanglar bo'ldi. Ondan so'zliklar, bugungi darsning so'zliklari. Men bugungi darsga bizning shaxsiy uchurlarimizni deyishni o'rgatadigan tekst bo'lganligi uchun men shaxsiy uchurlarga yana ba'zi bir tekstda bo'lmagan sözlüklerini qo'shib qo'ydim. Masalan, de bir xilki stat nikohlanish ahvoli debchi. Normalda işte jadval to'sh qilsak, mushum chiqib qoldi. Nikohlanish ahvoli deb to'y qilgan, getrouwd yoki geregistreerd als partner, ongehuwd, to'y qilmagan, bo'ytaq yoki ajrashgan, tul ayol, tul yolg'iz bo'ytaq birga yashagan degandek. Bunu hem öğrenişinler, halkala öğrenişinler buldu. Hem de bu derste ben bizler bir dersin sözlüğün vaxtınızda şununla mas sizlerin sözlüklerini aşırış için gerçi teksti bulmuşmu, lekin şu temaga dair sözlüklerini koşup mağdıqçı. Şuna sözlük kısmımız xili jiq.
Şoňa bunu ämdi tixim yaxşı ügünüp sözlükimni tixim tez süratda aşırışını halaýdym diýdigan gyryndaşlar bolsam, bir yaxşı paýdalanyş materialy bolgusy. Ondan bügen aile äzalaryny balam diýenden nimgaga açyqan biz bütün aile äzalary çoňda da çoň ana, näwre, qynana, qynata, hatta ögey dada, ögey ana hemmisini qytyp goýduk. Bunu hem hatyr kaldyrylyp ügünüp alsaňlar boludy. Biqwagan ata ana degendek şu hemmisi sözlüklerde bar. Endi bugünkü ügündigan idiom achter de wolken schijnt de zon. Yani achter degen aqıda keynide degen mänsa bir näsinin keynide de wolk degen bulut yani achter de wolken bulutlarning keynide schijnen degen çıkmak payda bolmak şu bu adatda quyoshning chiqishiga ko'p ishlatamiz. De zon quyosh. Yani bulutlarning keynidan quyosh chiqidi deb demek jo'g'ini her qayg'udan keyin bir xushallik vardı. Ava bulutluq olgan bilen daim onda bulutluq peti turavermeydi. Şu aman quyosh keynidan chiqidi deyish orqali yani mesela hayatımızda har xil sinoqlar bo'lishi mumkin, har xil qiyinchiliklar bo'lishi mumkin bo'lib hozir asiy turadigan qarindoshlar. Birinchidan asiyning turmush sharoiti, ikkinchidan ondan ko'chmanlar idorasining chaqirishini saqlab, chaqirgandan keyin javobini saqlab degandek saqlash haqiqatan bir ters bir jarayon. Lekin har qayg'udan keyin bir xushallik bo'ldi. U kunlarmi inshaalloh o'tib ketadi. Shun bu maqol tamsilni ashta bir mesela birisiga tasalli vermekçi olsanglar, birisinin ko'ngli yerib, işte vaqtda sabr qiling, har qayg'udan keyin bir xushallik vardı, biz bilmaymiz. Buningdan keyin Allah sizga qanday xushal bir ishlarni o'rnashtirganda inshaalloh deb bir tasallilarni birimiz qo'y, shunda vaqt ishlasak bo'ldi. Achter de wolken schijnt de zon. Ma'qulamsa bugungi darsimiz mushad oxirlashdi. Keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Aman bo'lg'aysizlar.